Hurmatli radio tinglovchilar, so'nggi vaqtlarda mashhur Mona Lisa asari ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Da Vincining nevarasi turk ekan. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz, rostdan ham turk ekan va Mona Lisa portreti uning 7-avlodidan bo'lgan nevarasi Seyfi boboga meros qilib qoldirilgan ekan. Qadrli tomoshabinlar, gap topilmay qolganda teleko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan jahonning nodir san'at namunalaridan biri bo'lgan Mona Lisa asari haqida suhbatlashamiz. O'sha zamonlarda o'tirgan ayol rasmini chizish urfga kirmagan edi. Domlam, qanaqasiga urf bo'lsin? Axir o'sha zamondagi ayollarning hammasi ishlagan-ku, o'tirishga vaqti bo'lmagan axir. Bu asarda ifoda etilgan estetik san'atning Estetika deyishni qarang. Buni hech qayerda estetika yo'q-ku. Birinchidan ayol kishining qoshi bilinmaydi. Qayerga qarayotgani aniq emas. Yig'layaptimi, kulyaptimi, shuni Hurmatli tomoshabinlar, bizning bularni shu rasmni gapirishdan boshqa ishi yo'qmi? aka, unday demang. Bu tarixiy asar bebaho ekan. Chiroyli. Bu unga oshar emas ekan-ku, nima qilasan uni? Sizlar san'atdan nimani ham tushunardinglar. Kim? Biz tushunmaymizmi? Bu-ku mayli-ya, men san'atning farqiga bormas ekanmanmi? Men san'atning farqiga bormas ekanman. Ko'zingizni ochib qarang. Shu shitlarni kim tekslagan? Xo'sh, javob beringchi. Men! Qarang, qanday chiroyli chiqarganman. Yana san'atni tushunmasmishman. Bugun biz Mona Lisa haqida bahs yuritmoqchi bo'lgandik. Lekin afsuski mavzu boshqa yoqlarga ketib qoldi. Sizlar shuni san'at asari deb o'ylaysizlarmi? Afandim, yaxshimisiz? Men madaniyat va turizm vaziri yordamchisi Xusrav Devali o'g'liman. Xabaringiz bordir, Leonardo da Vincining mashhur asari katta shov-shuvlarga sabab bo'lyapti. Shu xususda sizga yaxshi xabarim bor. Leonardo da Vincining 7-avloddan tug'ilgan nevarasi sizning bobongiz ekan. Tushundingizmi, beyafan? Da Vincining Mona Lisa asari bobongizga meros qolgan deyapman. Siz menimcha meni eshitmayapsiz. Da Vincining Mona Lisa asari bobongizga meros qolgan deyapman. Minnatdorman. Rahmat. Afandim, shoshmang. Nevarasidirmi? Toji! Usmon! Portret bizniki ekan! Uyg'oninglar! Yana nima bo'ldi? Nega ertalabdan baqiryapsan? Portret! Ha? Kechirasiz, vazir janoblari. Kechirasiz. Kecha san'at ko'rgazmasidan kech qaytgan edik-da. Ozgina uyqusirab turgandim. Gapingizni to'g'ri eshitdimmi? Da Vincining nevarasi bizni bobomiz bo'ladimi? Ha, xuddi shunday. Bu xabarni nega uni o'ziga aytmayapsiz? Bilasizmi, biz o'ziga aytgani borgandik. Faqat bizni savdogarlar deb o'yladi, afandim. Qanaqasiga? Yana keldinglarmi? Uyalmaysizlarmi? Oldinga kelganlaringda menga 10 banka asal olib kelinglar degandim. Kutaverib ko'zlarim to'rt bo'lib ketdi-ku. Shoshmang. Bu nima ahvol? Uni gapiga e'tibor qilmanglar. Sizlar bu rasmning qanday qilib bobongizga meros qolganiga qiziqmaysizlarmi? Qanday bo'lsa shunday qolgandir. Buni bizga qizig'i yo'q aka. Portretni qachon olamiz? Sizlarga bera olmaymiz. Qoidaga ko'ra bobongizning shaxsan o'zi kelib olishi kerak. Biz bobongizni 28-fevral soat 14:00 da vazirlik binosida kutamiz. Ha, ana shunday. Albatta boramiz. Sevgi bobomiz! Sevgi bobomiz! Sevgi bobomiz! Sevgi bobomiz! Portretni bobomga berishar ekan. Portretni bobomga berishar ekan. Baribir bobomiz bizniki-ku. Sen o'ylaganchalik oson bo'lmaydi bu.
portret Turkiyaga keltirilgan ekan. Yaxshi. Juda yaxshi. O'sha Mona Lisa shu yerga kelishi shart. Bo'ptanmi, boramiz dedim-ku. To'y kechqurun 8 da boshlanmaydimi qilib? Soat endi 3 bo'ldi-ku. Bobom ham o'sha yerdami? Bo'pti. Boryapmiz. Bizga bobom kerak. Tajini tilla olgani yuborgandim. Kelishi bilan yo'lga chiqamiz. Bo'pti, boryapmiz. Bo'pti aka, gaplashamiz. Xo'p. Qizlarning eng katta orzusi nima, Taji? Nima ekan Elmas? Kelin ko'ylagi kiyish, Taji. Juda tor fikrlaysan-da Elmas. Ko'proq kitob o'qisang bo'lmaydimi? Ha, men ketdim Elmas. Hali shunaqami? Bu kitob masalasini dadamga aytib ko'rsammikan, ha? Sen nima deysan? Nega chiqmay qolding? O'zaro hal qilishimiz kerak bo'lgan ishlarim bor edi-da. Bor. To'xta, aytib ovora bo'lma. Nizamiddin amakining boshini achib nima qilasan? Gapingni yaxshilab o'ylab ko'rsam, kelin ko'ylagi senga rosa yarashadi o'zi ham. Bilasan, juda ham yarashadi. Senga ham kuyov zarpolari rosa yarashadi-da, Taji. Nasib qilgan bo'lsa, uni ham kiyarmiz bir kun. Ha? Nima deding? Voy, Taji. Shunaqa. Voy, bu mengami? Qizlarning eng katta orzusi nima, Usmon? Bo'ldi-da, endi gapiraverma. Jahlimni chiqarma. Bor pulimizga olgandik-ku shu tillani. To'yga kirib borganda kelinga nima taqamiz endi? Kimga o'xshadi bu o'zi? Bori. Seni hozir urib o'ldirib qo'yaman. Nima qilishim kerak edi? Dadasiga aytmoqchi bo'lgandi-da. Endi kelinga nima taqamiz? Odamlar arzon tili taqadigan bo'lishgan. Biz ham shunday qilamiz endi. Yana aql o'rgatganiga o'ylaymi buni? O'ldiraman. Aka, tovuq miya faqat shuni o'ylaydi-ya. O'ldiraman. Bo'ldi. O'ldiraman. Nima qilganing bu axir? Endi qanaqa sovg'a olamiz? Menda faqat bobom bergan bitta pichoq bor xolos. Ana, yo'li topildi-ku. Ana. O'lay, agar seni borki hozir dabdalangni chiqaraman. Bo'l tezroq hayda. Bos gazni. Menday akangizni boriga shukr qilinglar. Tushundinglarmi? Bu nima ekan? Ilyos aka, bu Sezarning yo'qolgan pichog'i. Qanaqasiga? Hozir tushuntirib beraman. Rum imperatori Avgustus Sezar Galni bosib olgandan keyin Galni qiroli 3-Galiley Ha, shu Galileymi? Yerni dumaloq ekanini aytgan Galiley o'shami? Ha? Yo'q, u zamonlarda yer tekis bo'lgan, dumaloq emasdi. Nima bo'lganda ham aka shaharni kaliti va shu pichoqni unga beradi. Ancha yil o'tgach, Sezar o'z yurtiga qaytganda, yo'llarni noteksligidan pichoq tushib qolibdi. Qarasa pichoq yo'q. Kleopatradan topib berishini so'raydi. U ham hamma yoqni qaraydi, yotoqxonalargacha qaraydi. Pichoqni topolmaydi. O'shanda aytgan gapi mashhur bo'lib ketadi. Pichog'im yo'qoldi. Sendami Virtus? deb o'g'lidan so'raydi. Ha, Tigersga Layla senikidami degandaymi? Sen ham ko'rsangchi. Qattiq kular ekan, bu deyman. Sizning Sezar oxirgi marta bu bilan qovun so'yibdi-da. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Menga qayerdagi qovun so'yilgan pichoqni ko'rsatib, Sezarni pichoq edib aldab o'tirishingizni qarang, uyatsizlar. Pichog'ingizni olinglar, keting bu yerdan. Aka, bu rumliklar shunaqa xalqda endi. Tushungandirsiz. Aka, endi bizga meros bo'lib faqat shu pichoq qolmagan-ku. Qanaqasiga sizda? Hali boshqa narsalar ham bormi? Ey, sen ahmoqmisan? Portretni bizga qolganini nimaga shama qilib aytmoqchi bo'lyapsan? Qanday portret? Seni qarang-yu. Biz ham bilamiz. Da Vinchining nevarasi bizning bobomiz ekan, Mona Lisasi bizga beriladi deb baralla baqirib aytishdi. Ilyos amaki eshitib qolmasin deb jim turibmiz. Tilimizni tiyib. Bolam, pichoq uchun qancha beray? 1000 lira bersangiz bo'ladi. Mana oling. Bu yerda 500 bor-ku. Yana 200 bera qolay bo'lmasa. Qachon ishingiz tushsa, men shu yerdaman. Bemalol kelaveringlar. Tan tortmasdan kelaveringlar. Yaxshi qoling Ilyos amaki, xayr. Sotiladigan narsalaringiz bo'lsa, bemalol olib kelaveringlar. Yana kelinglar. Salom aytib qo'ying. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net +X video portal. To'xtat. Qani gapir. Aka, hammasini surishtirdik.
Bu Seyfi, ikkinchi nomi Qaysar. Da Vinci'ning nevarasi ekan. Bunisi esa kichik nevarasi Taji. En büyük torun Tahir. Bu Osman abi. Ortanca torun. Biraz uzun boylu. Biraz da salaktır. Bu da abi en küçük torun Taci. Shu Taji deganing chiroyliroq ekan. Shunaqaroq aka. Qani menga olib kelchi. Shumi Taji? Aka, kechirasiz. Shaxsiy daftarimni bu yerga qanday kelib qolganiga hayronman. Meni kalaka qilyapsanmi? Senga yaxshilab o'rganib kel degandim-ku, ahmoq. Yo'qol. Ammo to'y hali tugamabdi-ku, endi ko'nglingiz joyiga tushdimi? Voy tushdi jonim tushdi. Voy xudoyim, soqol qo'yibsanmi? Soqollarining yarashganiga qarang buni. Voy quloqdagi ziraklarni qaranglar buni. Ziraklar ham yarashibdi bunga. Amma. Zirak taqqan quloqlaringni ammay aylansin. Amma. Nima deysan? Bo'ldi. Bobom qani o'zi? Ha, boboymi? Ana o'tiribdi. Voy, yana ikki qulog'iga ham daqti. Astag'firulloh, tavba. O'zim o'rgilay sizlardan. Juda yaxshi hikoya aytding-ku, lekin hech narsaga tushunmadim, ahmoq. Dada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bular ham shirga kelishibdi-da. Bo'lmasa Seyfi bey hammasi siz Yaxshi aytgandek bor, bo'ladi. ahmoq. Qani o'tiring. Dada, qarang kimlarni olib keldim. Voy dadam-ey. Yanami? Kim bular? Ha, Qadirning o'g'illari, nevaralaringiz. Qadir degan o'g'lim bo'lmagan meni. Voy dada, bu nimasi? Ular sizni ko'rgani kelsa-yu, siz bo'lsangiz. Meni ko'rgani kelguncha otasini qarzini to'lasin. Keksaligingizga qarab o'tirmayman lekin. Voy, sen noto'g'ri tushunding, ammang o'rgilsa noto'g'ri eshiting. Qani boringlarchi, Ruqiyani tabriklab kelinglarchi. Bora qolinglar. Qani? Yo'qoting miltig'ini, Seyfi bobodan oling miltig'ini. Voy dada, pastga tushirsangiz-chi shuni. Ilyas, boboy nima qilib o'tiribsiz deydi. Senga nima dedim. Salom. Ruhiya. Qalaysan? Voy, Usmon, xush kelibsan. Men Usmonman. Usmon, sinfdoshim bo'ladi. Bular akasi va ukasi. Usmon bilan yoshlikdan birga katta bo'lganmiz. Mana eshitib tabriklagani kelgandik. To'yim bo'lyapti deb chaqirmabsan ham. Voy, sizlarni ko'chib ketgan deb eshitgandim. Bekorlarni aytibsan shu gapingga. Voy, Usmon-ey. Usmon akamizni gap shunaqa o'zi. To'yga kelgandan keyin kuyov bilan raqsga tushmay ketmaymiz, to'g'rimi? Bo'lmasamchi? Ha, kuyovni o'ynatsang qiziq bo'ladi-da. Quloq og'ir bo'lib qolgan. Hozir aytib kelaman. Taji, unday qilma, iltimos. Kuyovni oqsoqligini bilishmasa kerak-da. Shunaqa o'ynaladi. Nima, hadeb o'zimiz o'ynayveramizmi? Ketdik, kuyovni ham olib kelamiz. Unday qilma, Usmon, kerak emas. Qani kuyov bola. O'chiring shu musiqani. Qarasangchi. Bo'ldi. To'xtat shu musiqani. Ha, yaxshi o'ynayapsiz-ku. U rostdan ham oqsoq. To'xtat. Nega endi? To'xtatsen-chi, odam-odammassan. Kuyov bilan o'ynamaganimga ham ancha bo'ldi o'zi ham. Aka, kuyov oqsoq ekan. Nima? Oqsoq ekan, oqsoq. Masxara qilishlariga qarab turmaymiz. Kiringlar endi, kiringlar. Qani marhamat. Mana qarang. Biz qayerdan ham bilardik uni oqsoqligini. Shu ahmoqni deb bo'ldi hammasi. Ahmoq o'zingsan hayvon. Baqirmanglar bo'ldi. O'chiring ovozingizni. O'zi qulog'im endi ochildi.
Nimaga keldinglar o'zi? Voy, voy, voy. Ha? Dadalaringga o'xshab tinch o'tirmaysizlarmi? Dadamni aralashtirmang. O'lgan odamning orqasidan gapirmaydi. Iltimos. Dadangchi o'zi bilan qo'shib meni 15 ming pulimni ham olib ketgan. Bilib qo'y. Endi nima qilsin? Sizga u tomondan tomorqa olish kerakmi? Men seni bo'ldi, tinchtaning. Bobo, biz sizga o'sha pullarni to'lash uchun keldik. Bo'lmasa to'langlarda. Oldin gapni eshiting. Aka, ular uyga kelishmadi. Nima qilaylik? Hech narsa qilmay kuzatuvda davom eting. Menga har soatda hisob berib turasizlar. Bo'pti. U ham shularni aytgani kelgan ekanda. Keyin o'sha rasmni sotamiz. Sizga ham mayli? 50 ming beramiz. Kerak emas. Uni mendan 15 ming qarzi bor edi. 15 yildan beri 15 ming, menga 15 bersang bo'ldi. Tushundingmi? Endi zamon o'zgardi. O'sha zamondagi 15 hozirgi zamonda 50 ga teng bo'lib qolgan. Menga aql o'rgatma. 15 dedimmi? 15. Shuni ber yetadi dedim. Uqdingmi? Ko'proq bermoqchimiz axir. Ortiqchasi kerak emas. Bo'pti, 15 bo'lsa 15 ta. Bo'ladi. 50 ga kelishgandik-ku. O'zi 15 deb turib oldi-ku. Aka, 50 ga kelishgandik-ku. Sen jim tur. Qolgan 35 ni menga bering bo'lmasa. Aka, tentakmisizmi balo? Ko'rib turganingdek soppa sog'man. Usman, oldin rasmni sotaylikchi, qolganini keyin gaplashamiz. Ahmoqmisan? Nima qilib o'tiribsan? Bor, kirib yot, men ham damimni olay. Bor. Qani, bora qol. Bobo, men nega 50 ga ko'nmadingiz? Hozir nima dedim? Senga nima? Ha? Nega o'yin buzuqlik qilyapsan? Bular nega bunaqa bo'lmasa ya? Aka, o'zi zo'rg'a ketyapman. Joyimdan turg'izgani yetmagandek, qovoqni nega oldi? Ha, nega? Taji, ozgina sabr qilsang bo'lmaydimi? Shu rasmni tinchgina olaylik, keyin hammasi joyiga tushib ketadi. Bobo, gapir bolam. Yaxshi ketyapsizmi? Charchab qolmadingizmi? Yaxshi, shukr. O'zing qalaysan? Sigirlaringni sotdingmi? Qanaqa sigir? Bolam, 8 bosh qoramoling bor edi-ku. Hali ham sota olmadingmi? Bizga aytmasdan rasmni sotib, sigir oldingizmi, aka? Sen o'chirib tur. Bobo, Tahirman, nevarangiz Tahir. Bilaman, Tahir nevaramsan, qanaqa sigir? O'zingiz sigir dedingiz-ku. Men aytibmanmi? Jinni bo'lib qolganing yo'qmi? Ish qilib, o'g'lim. Tinchgina rasm olgani ketayotgan bo'lsam, yo tavba, hammasini menga to'nkab qo'ydi-ya. Aka, biron joyda to'xtab hojatimizni chiqarsak bo'lmaydimi? Dam olishimiz ham kerak-ku axir. O'laga hozir seni shunday hojatingni chiqaramanki, bir umrga eslab qolasan. Tushundingmi? Aka, o'sha rasmda meni ham haqqim bor. Agar o'zingiz olib qo'ysangiz, akamligingizga qarab o'tirmayman, bilib qo'ying. Madaniyat va turizm vazirligi. Nega keldingiz? Soat 14 da vazir qabuliga chaqirtirilganmiz. Hamma mashinadan tushsin. Tekshiruvdan o'tkazishimiz kerak. Tushinglar. Bo'pti. Faqat bularni olib kirishga ruxsat bera olmayman. Nega ruxsat bermas ekansan? Axir bu narsalarni bekorga olib kelganimiz yo'q-ku. Bo'pti, keyin vazirimizga o'zimiz berib qo'yamiz. O'g'lim, men bularni vazirimizga olib kelgandim. Bo'ldi, amakijon, bo'ldi. Amakijon, bizni ham shuning aqli. Sen menga aql o'rgatma. Sen meni kimligimni bilasanmi o'zi? Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. O'zingizni bosing, amaki. Gapini qara buni. Iltimos, o'zingizni bosib oling. Keling, bobojon, bopladingiz uni. Endi shu kam bobomiz Da Vinchini nevarasi bo'ladi. Agar kattayni quloqiga borsa yaxshi bo'lmaydi. Sizlar Mona Lisani olib ketgani keldingizmi? Ha? Oldinroq aytmaysizmi? Kechirasizlar, tushunmovchilik bo'ldi. Marhamat, kiringlar. Qani kelinglar. Kelinglar. O'tiringlar. Marhamat. Kimlarni ko'ryapman? Marhamat, Seyfi bey, xush kelibsiz. Men madaniyat vaziri Mehmeda Turamish. Xursandman. Birinchi yordamchim Xusrab Devali o'g'li.
Ha, ko'rganman. Oldindan ko'rgansiz uni. Bular rasmni ko'rish uchun tayinlangan mas'ul kapitan Tunchay Jaro'g'li. Yaxshimisiz afandim? Yo'lni uzoqligi charchatib qo'ygandim. Hammasi yaxshi. Yaxshi yetib keldik. Bu rulda o'tirdi, bu tentak orqada o'tirdi. Ko'pchilik bo'lib keldik. Mana shunaqa gaplar. Marhamat afandim, shu tomondan yuraylik. Haydi, olib kirishsin. Askar! Eshitaman, kapitan. Doim xizmatga tayyorman. Zo'r-ku. Qani, xat qayerda? Seyfi bey, qanaqa xat? Sen meni aldadingmi? Xat keladi deganding-ku. Qani o'sha xat? Ha, bobom. Bobom o'zi shunaqa hazilkash. Ha, ahamiyat bermanglar. Seyfi beyni sog'lig'i yaxshi emas shekilli. Hech narsa qilmagan, soppa-sog' qarang. Shunaqami? Yaxshisiz-a, bobo? Sen kimsan o'zi, aka? Bozorga borib keldingmi? Hazillashishni ham juda yaxshi ko'radi-da. Rasmni qachon olamiz? Berishga beramiz-u. Lekin sizlar buni qanday olib ketasizlar? Ajoyibsiz-da, xonim afandim. Aka, birga joylashtiramiz. Albatta olib keta olamiz. Hech narsa qilmaydi. U yog'ini bizga qo'yib beravering. Axir bey, bu yoq qandoq bo'ladi? Qo'ysangizchi, bitta portretni olib keta olmaymizmi? Olib ketamiz, xavotirlanmang. Elmas. Hechki nonim yo'q, go'zalim. Senga qanday qilib to'y qilib beraman? Voy, ehtiyot bo'ling. Nima deyapsan o'zi? O'ynab yuribmanmi men, ha? Bobomni olib yuribman-ku. Voy, Unga hech narsa qilmaydi. Mustahkam ishlangan. Ha. O'zi shunaqa bo'ladi-ku. Hali yangi telefon olgan kuningiz birinchi kunidan qo'lingizdan tushib ketadi-yu, lekin hech narsa qilmaydi. Elmas yagonam, men ham shuni axir. Hozircha dadangga aytmay tur. Dadangga aytmay tur. Dadangga aytmay tur. Odammisan o'zi yo'qmi? Eshitasanmi gapni? muhlat beraman. U yog'ini o'zing bilasan. Keyin dadamga hamma kirdikorlaringizni ochib tashlayman. O'zingizdan ko'ring. Yo'q, Elmas. Espast. Aka, ha? Qayerga joylashtiramiz buni? Hozir ko'ramiz. Tahir bey, ehtiyot bo'ling. 607 yillik tarixiy asar bu. Buni hozir ichkariga qo'ya olmaymiz. Shu yerga qo'ysak, menimcha hech narsa qilmaydi. Nima? Akam ham hazilkashdi. U ketayotganda tushib qolsa-chi? O'rindiqqa qo'ya qolaylik bo'lmasam. To'g'ri aytasan. Bunaqasiga yomg'ir yog'ib qolsa, yuvib qolishi mumkin. Ana xolos. Ana xolos. Siz bularni hali ham bermabsiz-ku. Nimani? Xonim afandiga olib kelgan sovg'alaringizni? Ha, obke. Hurmatli vazirimiz, buni o'z tomorqamda yetishtirdim. Bu tuzlamani o'z qo'llarim bilan tayyorlaganman. Buni erkagi ham bor edi-yu, lekin olib kela olmadim-da, xonim afandi. Rasm qo'limizda, endi ketsak ham bo'ladi. Qani? Axir yigitlar. Seyfiddin bey. Qani ketdik, bo'pti. U ikkitadan tuxum qiladi. Bittasi sizga. Biz endi ketyapmiz. Yaxshi qolinglar. Qani tur o'rningdan chiqishyapti. Jonimga ham tegib ketdi. Uyg'on dedim senga. Chiqishyapti deyapman. Jonimga ham tegib ketdi. Har uyg'onganimda rasmni orqasidan chopganim. Shundoq jonimga tegib ketdi. Kasbing nima o'zi seni? Josuslik. Bu ishda kunni har soati, har daqiqasida kuzatish kerak. Ishing shu-ku, sen ahmoq. Shu-ku.
Yana ozgina uxlasam yaxshi bo'lardi-da. Shuni aytmoqchi edim, xolos. Allo, Aka, ular chiqishdi. Nima qilaylik? kuzatishda davom eting. Fursat tug'ilishi bilan xamirdan qil sug'urganday ishingizni hal qilasiz. Aka, rasmni olishga oldik-ku. Lekin biz uni kimga sotamiz? Ukajonim, 10 liralik pichoqni 1000 liraga kim olgan bo'lsa o'shanga sotamiz. Hali ham yetib kelmadikmi? Keldik bobo, yana ozgina sabr qiling. Zahar tang qildi, zo'rg'a chidayapman. Mashinaga qilavering, sizga hamma narsa ruxsat. Bobo, nima qilyapsiz? Bo'ldi, hazillashdi. To'xtang, qayerga ketyapsiz? Yordam beringlar! Qo'yib yubor! Nima qilyapti u? Qo'yib yubor! Non pulim bu! Qo'yib yubor! Nima bo'ldi? Qo'yib yubor! Kim bor? Yordam bering! Kim bor? Kim bor? Ahmoqmisan, senga nima? Ana xolos. Voy! Yordam beringlar! Kim bor? Ay. Hali yoshda bular. Ukasi bo'lgani uchun maqtayapti demangu, lekin uni ustiga qanday otdi-ya? O'zimni ukaginam. Siz qalaysiz? Boringizga shukr. Non pulimni qutqarib qoldingiz. Katta rahmat. Nima qilyapti? Chop, mashina ketdi. Bobo! Bobo! Voy xudo! Aka, mashina ketib qoldi-ku. Rasm ketib qoldi. Rasm yo'q endi. Sen super qahramonmiding? Ha? Ma ol. Puling shu yerda, yo'qol. Sumkangga egalik qildi o'zing. Bobomiz bizdan pishiq ekan-ku. Nima deganing u pishiq ekan? Ko'rmadingizmi? 2 daqiqada rasmni olib ketdi. Bizni sariq chaqasi qoldirdi. Ko'p valdirama, odam o'zini merosini ham sotarkanmi? Bizdan shubhalandimikan-a? Kelguncha har nima deyaverdingiz. Albatta shubhalantirasiz-da. Bu yerda qarab o'tirganimiz bilan biz uni topishimiz qiyin. Hech bo'lmasa meni kasalxonaga olib boringlar. Mushuk orqasini ko'rib yara bo'ldi deganmish. Aka, insofingiz bormi? Ko'rmayapsizmi, jonim og'riyapti. Qanaqa rahmsiz. Bo'pti, yig'lama. Shu ko'cha boshida kasalxona ko'rgandim. Yur ketdik. Hozir olib bormasa kechgacha ovozi o'chmaydi buni. Qanaqasiga? Saksonga kirgan bitta cholni tutolmadingizmi? Qanaqasiga dedim? Aka, aytyapman-ku. Birdan g'oyib bo'ldi. Qush bo'lib uchib ketganday. U nima, Supermenmidi? Landovur. Xudo haqqi. Hech qayerdan topolmadik. Menga ishonmasang, Nejodan so'ra, mana so'ra. Men senga ishonaman. Har doim rost gapirasan. Nejo, men Jim bo'l. Ishini bilmagan ahmoqlar. Mana senga. Aka, iltimos, bizni alohida uring. Xudo haqqi alohida uring, iltimos. Kir. Xuddi kurash musobaqasidan 3 ta medal olganday. Shugina uchun bizni uyalmay kasalxonaga olib bording-da. mendan ham sizlarga razm qadrli ekan. Bobo, qayerlarda yuribsiz-a? Bobo, rasm qani? Qanday rasmni aytyapsan? Bobojon, jonim bobom. Siz rasmni olib ketgandingiz-ku? Esimda yo'q. Bizni ahmoq qilyaptimi bu? Mashinaning ichida turgan edi-ku. Mashinaning ichida turgan edi. Rasm ko'rganim yo'q. Tekshirib olamiz. Yaxshi, hammasi yaxshi. Biz o'rni urayotgan edik. Urdik. Siz o'sha mashinada o'tirgan edingiz. O'sha mashinada. Juda chiroyli mashina edi-da. Usmon, bolam, menga achchiqqina qahva qaynat. Hozir olib kelaman, bobo. Qanaqa qahva hazillashyapsizmi? Qarigan holimda senga hazillashamanmi, ahmoq? Bor qahva damlab kel. Bobojon, hozir qahvani mavrida emas. Nega o'chirasan? O'sha qizni yaxshi ko'raman-ku. U ham meni yaxshi ko'radi. Buni har kuni aytadi.
Bobo, endi xayollaringizni jamlaysiz. Qahvani keyin ichasiz. Rasm qayerda? Rasm qayerda? Ey kallavaram, men qayerdan bilaman rasmni? Rasm pasim yo'q. Men uni qahvachiga berganman. Sizlar qahva bermayapsizlar-ku. Shuning uchun qahvachiga berib yubordim. Men endi yotaman. Chiroqlarni o'chiringlar, ahmoqlar. Men ketdim. Galvarslar. Endi nima qilamiz? Rasmni qahvaga almashtiribdi-ku. Aka, Taji borib qahvachidan rasmni olib kelsin. Borib qahvachidan olib kelsin. Sizga berib qo'yarkanda. Ko'p gapirmasdan borib yotinglar. Ancha kech bo'ldi. Ertaga bir gap bo'lar. Aka. Qushdan ketib qoldi-ku ahmoq. Yaxshi yotibdir onam Mona Lizam, onajonginam. Qaysar Seyfiy! Xush kelibsiz. Ko'p valdirama. Dabdalangni chiqarmay yana. Bo'pti, darrov jahl qilmay, tavba. Yoningizdagilarni tanimay o'tiribman. Bular Qadrimni o'g'illari, nevaralari. Voy. Qadrni o'g'illarimi? Qarang-a, qanday katta yigitlar bo'lishibdi. Rahmatli juda ham chiroyli yigit edi-da o'zi-ya. Voy. Bo'ylari baland, qomatlari kelishgan, chiroyli. Ko'chaga chiqsa bormi? Hamma undan ko'zini uzolmay qolardi. Qizlar ko'yniga osilib qolishardi, dadangizni ko'rish uchun. Qisqasi, ular nimalarni qilishmasdi. Ammo dadangizni fe'li bunga arzimasdi-da. U to'g'ri gapirdi. Qara, o'tiringlarchi. Men hozir choy olib kelaman. Seyfi bobo, okey, o'ynamaymizmi? Albatta o'ynayman. Shunga bergan aniq. Qara, o'tira olmay ketib qoldi. Ana. Iltimos, joyingga o'tir, Taji. Oldin choyni olib kelsinchi, keyin so'rab ko'ramiz. Mana, marhamat qilinglar. Tan olinglar. Marhamat. Rahmat o'g'a. Rahmat. Aka, bizni kelishimizning sababi sizdan bir narsani so'ramoqchimiz. Bobom bu yerga rasm tashlab ketmadimi? Qanaqa rasm? Bobomni o'zi aytdi. Sizga rasm bergan ekan. Sizlar ham darrov uni gapiga ishondingizmi? Rasm degan bo'lsa, shu rasmni aytgandir-da. Bu nimasi? Yo'q, bu emas. Menda boshqa rasm yo'q. Buni ham 7 yil oldin bergan edi. Bizga kecha berdim degandiku. Sizlarning ham xabaringiz yo'qqa o'xshaydi. Nimadan? Bobongiz kasal-ku. Qanaqasiga kasal soppa-sog'ku, qarang. Unaqa emas. Esi kirdi chiqdi bo'lib qolgan. Kecha meni Najmiddin hokim deb o'ylab, qo'limdan o'pmoqchi bo'ldi. Hech kimga aytmalaring faqat. Qanaqasiga? Ammangiz uni doktorga olib borgan ekan. G'alati narsa ekan. Kasalning nomi, nima edi, tilimga kelmayapti. Espaslikmi? Ha, shuni doktorcha nomlanishi. Alzgeymermi? Ha, shunga o'xshagan narsa-da. Eslolmas ekan. Har doim o'zini qayerdadir yurgandek xayol qilar ekanmish. Ba'zan qahvaxonaga kelib, yo'qlama qilishni boshlaydi. O'zini o'qituvchi deb his qiladi. Buvingizni vafotidan keyin boshlandi bular. Qiyin bolam. Juda qiyin. Qarigandan keyin Voy bechora boboginam. Bilmasdan uni qiynab qo'yibmiz-ku. ba'zan bor-ku, kallasi juda yaxshi ishlab ketadi. Meni qaynonam ham shunday kasal bo'lganda, nima qilayotganini bilmasdi. Qarlikda bolam. Bunday kasallikdan Xudo asrasin. Amin. Xo'sh, bu qanday kasallik ekan? Men qayerdan bilay, Taji? Doktormanmi senga? Faqat nomini bilaman xolos. Aka, bobom endi yurayotganda ham kattasini qilib ketaveradimi? Ot bo'ldimi sizga bobom?
Hozirdan aytib qo'yay, men tozalamayman. Bo'ldi qilinglar. Bor bobomni olib kel, ketamiz. Ketdik. Telefonlaring ham jonimga tegdi, jonimga tegdi. Ko'tarmayapti. Demak, puling ko'payib qopti-da. Sen hali meni bilmas ekansan, Tajbey. Shoshmay tur hali. Meni qayerga olib keldingiz? Shu yerga kelish uchun oke o'ynayotgan joyimdan turg'izdingizmi? Bobo, 10 daqiqalik ishimiz bor, darrov chiqamiz. Bo'sh joy bormi og'ayni? Yo'q aka. Qachon bo'shaydi? Aka, 4-stoldagi bola uyatli video ko'ryapti. Nima deding? Video ko'ryapti? Ey, men senga nima degandim? Video ko'rmagandim-ku. Tur o'rningdan, bor yo'qol. 4-stolni bo'shatdim. Bu qanday gap bo'ldi? Bo'shatdimmish. Joydan turg'azdim, ma'nosida aytgandim. Tuf. Endi turg'izdim deydi-ya. Shu ham gap bo'ldimi? Tavba. Nima ko'ryapsan? Tolg'on rasm-ku bu. Sen Jamolning o'g'limisan? Tur o'rningdan. Yech. Simlarini chiqar. Mana topdim. Demak, Alzheimer kasalligi kundan kunga yashash faoliyatini susayishiga va fe'l atvorini o'zgarishiga olib keladigan ruhiy kasallik. Yo'q-e? Shunaqami? Menga nima deysan? Shunday yozilgan-ku. Davomini o'qiychi. Allo. Uydan chiqdim, hozir boraman. Hammasi men aytgandek bo'ladi. Agar ko'nmasangiz darrov orqamga qaytaman. Hozirdan ogohlantirib qo'yay. Meni chinligingiz, ha? Sizga ishonaman. Qani men bilan yurchi? Nima bo'lyapti? Yurchi Ilyos Pasha, yur. Aytganingizda o'zim mashinamda borardim. Yur. Rasmni olmadingmi, ahmoq? Ha? Qanaqa rasm? Ne joyga? Jahlimni chiqarma. Bizning uchun kelganmiz o'zi, ha? Ha, men ham hayron qoldim, nimadir kamga o'xshatdi. Qaraya, shu rasm uchun kelgandik o'zi. Alzheimer kasalligi ilk bor Alios Alzheimer degan odam tomonidan aniqlangan. Kasallikni birinchi bo'lib topgan odamni o'zi ham birinchi esini yo'qotgan odam ekanda. Usmon, gapirmay tursangchi. Mana kasallikning belgilari chiqdi. Kasallik past darajali, yuqori darajali kabi pog'onalarga bo'linadi. Bobomiz qaysi pog'onasida ekan? Nima farqi bor aka? Baribir kasal-ku. Axir u bizni bobomiz-ku. Hech bir yaxshi emas. Qanday himoya qilish kerak ekan? Bobom kasallikdan qanday himoyalanadi? Tushunmadim. Shunday. Akalar, shundoq ko'chaga chiqib bobongizni tinchlantirsangiz, hamma yoqni rasvo qiladi-ku hozir. Yana nima bo'lyapti? Yana ko'rasanmi? Yo'q, ko'rmayman. Quloqni qo'yib yuboring. Bobo, bo'ldi, quloqni qo'yib yuboring, iltimos. Bobo, bu nima qilganingiz? Bobo, bo'ldi. O'zingiz bosing. Bu bola uyatsiz narsalarni ko'rib o'tiribdi. Men uni poklash uchun olib chiqdim. Bobo, suv quyib uni buzib tashlayapsiz-ku. Bo'ldi, bobo. Qo'ying, unday qilmang. Bo'ldi. Sen o'chir ovozingni. Men shuning uchun sizlarni shu yerga olib keldimmi, ha? Men sen bo'ladigan dargohga nimalar sovg'a qilgan edim, ha? Men qiziqmaydigan rasmlarni olib kelgansiz. Men nima qilaman ularni? Rasm dedingmi? Qayerda ular hozir? Qur'on o'qishni o'rganishga boradigan dargohda. Siz ham bir ishni bajarishni bilar ekansizmi? To'g'ri tutuni. Xo'sh. İlyas afandi, tarix tafakkurdan iboratdir. Qarang, yana uchrashdik. Qayta ko'rganimdan xursandman. Selam aleyküm. Aleykümselam. İbnül Haşmetli Buruni ta Elazığlardan kalkıp dergahınızı ziyarete geldi. Şeyhiniz burada mı? Şu an kendisi Umre'de. Kutsal topraklarda bizler için dua etmekte. Ay maşallah. Tek yetkili ben varım. Buyurun. Dergahınızı ziyarete geldik.
Hoş geldiniz. Sizin dergahın ismi nedir acaba? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum kardeş. Dergahı bilmiyorum. Vallahi ilk defa duyuyorum. Anlamı ne ola ki? Vallahi onu da ben bilmiyorum. Yüce Rabbim, Yüce Allah bizlere her şeyi öğretip dünyaya gönderendir. Ama bilinmeyen sadece odur. Biz de bunu kendimize öğreti edindik. Bilinmeyene kavuşmaktır gayemiz kardeş. Maşallah. Allah sizden razı olsun. Maşallah. Estağfurullah. Bizlere şu mübarekhaneyi gezdirme lütfunda bulunur musun? Tabii. Tabii buyurun. Estağfurullah buyurun. Muhterem buyurun hocam. Burası şeyhimizin abdest aldığı, dünyevi kirlerinden arındığı, ibadete hazırlandığı yer. Maşallah. Çok güzel. Maşallah. Burası da dergi öğrencilerinin, fakir fukaranın, bizlerin yemek yediği yemekhanemiz. Allah'ın verdiğini paylaşıp yiyoruz. Etler helal kesim değil mi? Ya tabii helal oğlum. Latife ediyor hocam, latife. Buyurun hocam, devam edelim. Peki bu dergaha yardım edenler kimlerdir? Yani halleri, vakitleri, nice. Genelde yaşlılarımız, ibadetin önemli amcalarımız, çevre esnaflar da destek olmaktadır hocam. Maşallah, maşallah. Burası da gelen hediyeleri muhafaza ettiğimiz yer. Hepsinden Allah razı olsun. Bakayım. Aziz Allah. Aziz Allah ya. Hocam kısmetimizde beraber öğle namazını kılmak da varmış. Rica etsek namazda cemaatimize önderlik eder misiniz? Ben mi? Bak Taci, Ebu Süfyan peşine adam takmış gibi korkma, tamam mı oğlum? Bak bir şey yok. Dört dört yıkılacağız, sonra dağılacağız. Sen de bu arada içeri girip tabloya bakacaksın. Ya abi, ya ben işimi bitirmeden namaz biterse. Taci, bak 4 rekat farz. Yeter, tamam mı? Ben cemaat safları sıklaştıralım diyeceğim. Sen de aradan fıyacaksın. 4 rekat yeter. Rahat ol. Ya abi ya 4 rekat yetmezse? Taci, fazla kıldırırım. Bana bırak sen. Sen en son geldiğinde yüksek sesle bir amin de ben de geldiğini anlayıp fıyarız. Çocuk boğazına kaçtı ya. Helal. Helal evladım. Helal. Helal abi helal. Farz için bir safları sıklaştıralım. Safları sıklaştıralım. Farzı kılacağız. Bir mümin kardeşimiz de kâmet getirsin. Safları sıklaştıralım sayın cemaat. İblis girmesin aramıza. Aleyhünnâle girmesin. Buyurun. Buyurun sayın cemaat. Gel şuraya. Sıklaştıralım safları sayın cemaat. Sıklaştıralım. Al. Oh! Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Sıçtık. Tabloda yok. Burada da kaldık. Allahu Ekber. Yüksek. Çıkabilir miyiz ki? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Namaza yetişemezdim. Tahir abim ağzıma sıçacak. Allahu Ekber. Mecbur geçeceğiz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiyallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Oh. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Yok. Hocam, Allah razı olsun da 22 rekat kıldık. Bunun hikmeti nedir? Kardeş, önemli olan ibadette yarışmak değil mi zaten? Hem namazın fazlasından kime zarar gelmiş? Haklısınız hocam, haklısınız. Buyurun, bir yemek yiyelim. Yok. Sizleri tanıdık, bizlere yetti. Bizim daha uğrayacak çok yerimiz var. Biz müsaadenizi isteyelim. Müsaade etsin hocam. Hadi kalkın. Oğlum, 22 rekat namaz kıldırdın. Nasıl bulamadın tabloyu? Ne yapayım abi? Kilitli kaldım. Hem tablo falan da yoktu. Abi en azından iyi sevaba girdik ha. Ben bir tek ona sevindim. Vallahi billahi gördüm diyorum ya. Niye inanmıyorsunuz? Ushbu film aslimedia.net saytidan yuklab olindi. Aslimedia.net X video portal. Olur öyle şeyler canım. Gusülü ihmal etmemek lazım. O'g'lim, Yusufni chaqiringlar. Rasmga baho bersin. Ko'p bo'ladi. Ungacha İlyas afandiga kichkina hikoya aytib beraman. Meni nima uchun itfelli deyishadi, bilasanmi? Qayerdan bilaman? Aytib bersak jon deb eshitaman. Yaxshilab eshit bo'lmasa. Halok aka. Men yoshligimda hamma narsaga kulardim. Eshik g'iyqillasa ham kulardim. Chogumni qaynagan ovoziga ham kulardim. Hattoki peshonasiga hassa deb yozib olsa, yerga yotib kulardim. Bir kuni dadam ishdan keldi. Kayfiyati yomon edi. Nega xafasiz dada dedim. Dadamni ishdan bo'shatishibdi. Meni dadamni kayfiyati ko'tarilsin deb, qaysi tomondan haydashdi, o'ng tomondanmi, chap tomondanmi dedim. Oldiniga miyig'ida jilmaydi. Xuddi senga o'xshab. Keyin men ham uni kulganiga ishonib qah-qah otib kula boshladim. Shunchalik kulgilimi? Shunchalik kulgili ekanmi deb botinkasi bilan og'zimga bir tepdi. O'sha kundan boshlab hayotni, kulgili emasligini
Tishlarimdan ajraliboq tushundim. Tushundingmi? Juda yaxshi tushundim, aka. Nimani tushunding? Endi men keta qolay. Ekspert keladi. Ekspert keladi. Aka, menimcha bu rasmdan umidimizni uzaylik. Ko'p gapirma. Bizni shundan boshqa daromadimiz yo'q-ku. Bor aka, menimcha yangisini chizdiramiz. Usmon aka, iltimos bo'ladigan gapni gapirsangizchi, toba. Sekinroq qo'y, birodar. Bu nimasi? Ana keldi. Voy. Bu yerda nima qilyapsizlar, Da Vinchini nevaralari? Yaxshimizda, Nizomiddin aka. Siz qayerdan eshitdingiz? Eshitmagan qolmadi-ku. Hamma gazetalar siz haqingizda yozyapti-ku. Lekin men yana boshqa narsalarni ham bilaman. Masalan, shu ukangni ahmoqliklarini. Aka, biznikini nimalar qilibdi? Taji ukam, Nizomiddin aka qaysi ishlaringni gapiryapti? Menimcha yoshligimizda o'g'irlagan shokoladlarimiz aytayotgandir. Qanaqa shokolad, fundukku? Bu dunyoda hamma narsada ustun qo'yganim, yagona qizimga qilgan ishlaringni hisobini so'ragani keldim. Nimani hisobini aka? Nimani bo'lardi? Uylanaman debsan. Nomimizga dog' tushirding. Vijdonsiz, ablah. Qanaqa odam bo'lding sen o'zi, ha? Ahmoq. Qizlar qanday qilib senga ishongan bo'lsa, ha? Tentak, odam degan shunaqangi benomus bo'ladimi? Shunaqa benomus, beor bo'ladimi odam degan? Birovga foydasi tegmaydigan takasaltang, vijdonsiz yigit bo'libsan o'zi ham. Siz bo'ldiqsiz-chi? O'ldiraman deb qarab o'tiribdi-ku o'zi. Nizomiddin aka, o'tmish endi o'tmishda qolsin. Biz endi ertangi kunimizga qaraylik. Ukamni yaxshi bilasiz, odam bo'lmadi. Buni eplab bo'lmayapti. To'g'ri akam, to'g'ri aytayapti. Mendan yaxshi er chiqmaydi. Qizingizga qiyin bo'ladi. Lekin nikohdan keyin hamma o'zgaradi deyshadi-ku. Biz ularni to'yini qilsak, o'zlari kelishib ketishar. Ha, men ham shuni aytmoqchi edim. Nima? Qanaqa to'y? Gaping to'g'ri, Tahir. Bo'ladigan shu. Lekin faqat nikoh bilan ish bitmaydi. Qanaqasiga? Sizlarda bebaho surat bor deb eshitdim. To'g'ri? Qo'lingizdagi olma Nizomiddinning hovlisiga tushishi kerak. Qanaqasiga endi sizni qo'lingni tushir. Tushadi. Yaxshi boring. Tabriklayman kuyov bola. Qo'shga qaringlar. Men esa Tohir akamni tabriklayman. Birpasda qizni menga yopishtirib qo'ydi. Asabimga tegmay tur. Qizing bilan ham, to'ying bilan ham. Bu odam qalin puliga rasmni so'rayapti-yu. Seni gapingga qara. Ketdik. Ketamiz. Aka, pida yesaychi. Ishtaha qolmadi menda. Gapi to'g'ri. Senga aytdi. Ishtahasini sen qochirding. To'r orqasidan bor. Bor. Yaxshilab qara deyapman senga. Xoliqbey, agar xohlasangiz ertalabgacha qarashi mumkin, lekin hech narsa o'zgarmaydi-ku. Suratning asl nusxasi qayerda, ahmoq? Xoliq aka, qasam ichaman, qo'limda bori shu edi. Rostini gapir. Surat qayerda? Gapir. Choldan olgandim bu suratni. Choldan olgandim. Choldan oldim deydi. Choldan olganmish. Qaranglar, bu ayyor tulkini. Meni aldashga qanday hadding sig'di? Qasam ichaman. Ko'zimga ko'rinma, yo'qol. Zo'r chiqibdi. O'zim sendan aylanay. Juda zo'r.
Bo'ldi, gapiravermanglar. Men nima darddaman, sizni gapingizni qarang. Qizlar qanaqaligini bilmaganda meni bo'ynimga qo'yib qo'ydinglar. Qo'yinglar. Bu nimasi aka? Aka. Bobomni yaxshigina esi olib qo'yganga o'xshaydi. Nega? O'zingiz kelib qarang. Og'a, bobom ayol olib kelganga o'xshaydi. Aldiraman, unikini o'lganiga ancha bo'lgan. Qanaqasiga? Bobom o'lganmi? Yo'q, haligini aytyapti. Bobomni deyapmiz. Xullas, yosh o'tib qolgan. Qarilik, endi o'zing tushunarsan. Ha? Qarib qolgan. Endi bo'lmaydi. O'zi zo'rg'a yuribdi-ku. Ha, endi tushundim. Va nihoyat, qayerga ketgan ekan, ha? Bilmasam, bir baloga yo'liqmadimi ekan? Yo'q, hech narsa bo'lmagan, aniq. U bizni bobomiz-ku. Kelib qoladi. Kelishga keladi-yu, bu yerda nima bo'lgan ekan, ajabo. Aka, axir nimani gapiraverib, axiri uni aqldan ozdirdingiz. Bor alamini endi uydan olibdi. Usmon akam to'g'ri gapiryapti. Surat deyaverib, bemor odamni jinni qilib qo'ydik. Uyni ag'dar to'ntar qilgani qarang. Biz qachon bunaqa vijdonsiz bo'lib qoldik? Voy bechora bobom. Bobo, bu biz. Odamni qo'rqitdingiz-ku. Bobo, qayerda yuribsiz o'zi? Keldim-ku o'g'lim. Senga hisob beramanmi? Bizni qo'rqitdingiz-da. Qo'rqma. Olma. Senga nima? O'zimni bobojonim. Jim! 10 yasharli bolamidim. O'chira og'zingni dedim. Mendan hisob so'rashini qara. Men yotaman. Sizni qarigan debman. Bo'pti. Hech ham gapirib bo'lmaydi. Tohir aka. Ha? Bobom hozir 10 yashar bolamanmi dedi-ku. Xo'sh, endi biz bobomni 10 yoshligidagi holatiga olib borsak, nima deysiz? Ha. O'tmishini eslatsak, balki suratning joyi esiga tushar demoqchimisan? Yo'q aka, hozir u juda asabiy-ku. Uni o'tmishiga olib borsak, ozgina jahlidan tushsin. Ahmoqsan-ku. Lekin bu gaping to'g'ri. Keldingizmi? Oling, shularni olib qo'ying. Yigitlar, rolingizni yaxshi o'ynang. Shu kechda Gollivudga borasiz. Aniq bilaman. Aniq Gollivud. Aka, biz Gollivudga chiqish uchun shularni qilyapmiz-da o'zi. Sizlarga ishonaman. Men ishonmayman. Ertalabdan beri aylantirgan. Nima qilmoqchisan o'zi? Bobo, tinchlanib oling. Kech qolishyaptimi? Ha, keldinglarmi? Tezroq kela qolinglar. Yaqinroqga. Nega kech qoldingiz? Mana keldik-ku. Men aytgan suratni olib keldingizmi? Olib keldik aka. Kim? O'zingiz aytgan rasm. O'g'lim, men sizga Mona Lisani olib keling degandim-ku. Bu kim? Aka, o'zingiz aytdingiz-ku, bobomni bu suratdan xabari yo'q deb. Mona Lisadan bobom hayajonlanmaydi ham. Bunga qarasangizchi, to'g'lanib turibdi. Qara, Zo'ra. Nima deding? To'g'ri, hozir seni. Bo'pti. Tezroq shu ishni tugataylik. Bobo, nima? Sizlar ham joyingizga boring. Endi tezroq kiyininglar. Shularga qara, hozir nimalar qilar ekan? Nima qilmoqchi bular? Ham tayoq yeyishim kerak, ham shu cholni kuzatishim kerak. Hozir borib peshonasidan pak qilib otlashim kelyapti. Nimalar deyapsan o'zi? Bo'pti aka, sen qanday xohlasang shunday bo'la qolsin. Tushunmadim. Ular nima qilishmoqchi? Soqolli odamning boshiga ro'mol o'raganini qara. Soqoldan ham uyalmaydi bu. Qo'ysangchi, tuz. Bobo, haqiqiy ayol emas. Bo'pti, sen qo'rqma, unga hech narsa qilmaydi. Bo'ldi-da, o'zim keyin uylantirib qo'yaman, bobo. Bo'ldi, o'zingizni bosing. Sumkamni qo'yib yubor. Bolalarimning rizqini olma. Yo'q, olaman. Bir marta shayton yo'liga kirdimmi, endi olaveraman. Endi yomonlik qilishim aniq. Qaranglar. Bu yerda nima bo'lyapti, ha? Xotining sumkasini o'g'irlamoqchi-ku. Men borib yordam beray-chi, ha, bobo? Nima dedingiz? Qani? Men mashinadan tushib, oldiga boryapman. Ahmoq bola bo'ldi-da, bu dovdir. Qo'yib yubor, ahmoq. Qo'yib yubor, yana emas. Bu insonlikka to'g'ri kelmaydi. Men ur. Senga nima? Ishing bo'lmasin. Sekiroq ursangchi, jinnimisan?
ishonchli ochsin degandim. Qo'ysangchi. Seni insonlarga bunday qilishga haqqing yo'q. Qo'yib yubor. Qo'yib. Qo'yib yubor. Sekinroq ur dedim senga. Akang shunday tayyorlagan. Menga nima deysan? Nima bo'lgan taqdirda ham pulingni olyapsan-ku, sekinroq ur deyapman senga. Mana qara. Ur. Surat orqada turibdimi, Usmon? Ha, akajon, surat shu yerda. Ayollarning sumkasini o'g'irlashga haqqing yo'q. Qo'yib yubor. Yo'q hol. Sekinroq dedim, sekinroq, meni ahmoq qilyapsanmi? Mana senga. Ular nima qilmoqchi o'zi? To'dasi bilan jinni bo'lganga o'xshaydi bular. Endi bir-birini urishga o'tishdi. O, qara, ukamiz Tajini urishyapti-ku. Biz ham akaga o'xshab yordam berishimiz kerak emasmi? Nima dedingiz, bobo? To'g'ri aytasiz, akajon. Biz yordamga boraylik. Bobomiz suratga qarab o'tirsin. Qani ketdik. Qolganlari ham tushdi. Ana, ko'rdingizmi? O'chir. Chop. Ko'rmayapsanmi? Hech kim qolmadi. Men borib cholni olib kelay. Chop. Bo'la qol. Tezlash. Aman Allah'ım. Oho, bularni qaranglar. Nima qilyapsizlar? Rostlarim muslashyapti-ku bular. Hey, ahmoqligini qara bularni. Bu nima ahvol, ey tavba. Bir o'zim hammasiga chiqqan bo'lardim. O'g'lim, sen kimsan? Ketdik. Aka! Tohir aka, bobom ketib qoldi. Tohir aka. Qayerga ketdi bobom? Ahmoq, sen Gollivudda shunday rol o'ynaysanmi? Siz nega mashinadan tushdingiz o'zi? Tavba. Ilyos aka, keyin o'zim qaytib chiqaman. To'xta, zudlik bilan ko'rishimiz kerak, Takir. Aka, hozir ishim ko'p, keyin chiqaman. Bo'pti, sog' bo'ling. O'g'lim, zarur bo'lmasa chaqirmasdim. Juda zarur deyapman senga. Juda zarur. Yuzma-yuz gaplashmoqchimiz kerak. Bo'lmasa bizni uyga keling. Nima gap bo'lsa uyda gaplashamiz. Nima gap aka? Ilyos, hayot-mamot masalasi dedi. Uyga chaqirdim, hozir keladi. Aka, meni doktorga ko'rsatmaysizmi? Senlar bilan keyin gaplashaman. Xush keldingiz, Seyfi bey. Xo'sh, qalaysan? Yaxshi. O'zingdan so'rasak, bola chaqang, nevaralaring bilan ovora bo'lib yuribsanmi? Rahmat. Bir gap eshitdim. Siz Da Vinchini nevarasi ekansizmi? Kim? Da Vinchini, mashhur odam bor-ku, o'shani gapiryapman. O'g'lim, meni ahmoq qilyapsanmi sen? Men uni qayerdan bilaman? Hech kimni ko'rmagan bo'lsam, multfilm bor-ku. Ha, sen ham xayolparast bo'lib qoldingmi, o'g'lim? Eshiting, Seyfijon, Seyfi bobo. Boshqa narsaga chalg'imang. Men sizdan, sizga meros qolgan suratni so'rayapman. U qayerda? Surat yo'q. Tavba, ertalabdan beri hamma shuni so'raydi-ya. Men qayerdan bilaman suratni? Amakijon, mashhur rasm bor-ku. Mona Lisa. Bu yoqlarsiz go'zal xonim, haligi qoshi yo'q xotin. Men uni tanimayman, o'g'lim. Meni atrofimdagi xotinlarning hammasida qoshi bor. Seni ham tanishtiraymi ular bilan? Gap bundoq, Seyfi bey. Menga nima uchun ittishli xaluk deyishini bilasizmi? Meni xotinim juda ko'p konfet yerdi. Shunaqangi ko'p yeganki, doktorlarni ta'qillashlariga qaramasdan hech to'xtamasdim. Keyin tishlari qurtlay boshladi. Davlatishni boshlaganimizda tishlarini hammasini birma-bir sug'urib tashlashga to'g'ri keldi. Tishsiz qolganiga tushkunlikka tushib qoldi. Ko'nglini ko'tarish uchun kinolarga, teatrlarga olib bordim, lekin kayfiyati ko'tarilmadi. Hamma kulsa ham u qo'yni yo'qotgan cho'ponlardek xo'mrayib o'tirardi. Sevishganlar kunida unga syurpriz qildim. Ya'ni protestish sovg'a qildim. Juda ham sevinib ketdi. Xursandchiligidan rosa o'ynab kuldik, mazza qildik. Hammasi yana oldingi holiga qaytganday bo'lgandi. Toki protest ishlarini yechib yotish kerakligini bilguncha.
qaysarlik qildi. O'sha tong xotinim protez ishlaridan bo'g'ilib o'ldi. Juda xafa bo'ldim, chunki bunga men aybdor edim. O'sha kunni xotirasidan tishimni sug'urib olib, shunaqa belgi qoldirdim. Ko'rdingizmi? Shunaqa belgi. Tushundingizmi? Juda yaxshi bo'pti-da. Menga nima? Tavba tavba, meni ham tishlarimni sug'urishgandi. Menga ham protez ishlar yasab bergandi. Nima qilay endi? Xo'sh. Ana Javod akaga borsangizchi, sizga yaxshilab tog'a, meni telbaligim tutib qoladi deyapman. O'z tishimni sug'urib olganman deyapman. Juda ham xavfli odamman deyapman sizga. Menga nima? Tavba tavba, ajab qilsan. Men nima qilay? Bu mendan ham battar tentak chiqdi-ku. Endi buni nima qilamiz? Nima qilarding? Qayerlarda yuribsiz, bobojonim, ha? Hozir Ilyos kelsa, bobomni qayerdan topamiz? Ha? Politsiyaga borsak-chi? Yo'q, politsiya bo'lmaydi, uka. Politsiyaga bormaymiz. Agar politsiya aralashsa bormi? Bir yilda bir marta muzeyga borib, ko'rib turishingga to'g'ri keladi. Bo'lmasa nima qilamiz, aka? Qayerdan bilay? Hammasidan menga qiyin bo'ldi-da. Pul yo'q, rasm yo'q, yaqinda qarz to'lash muhlati ham tugaydi. U meni o'ldirishi aniq. O'ldiradi. Bunga o'zing sababchisan. Tohir aka, Ilyosga surat bizda deb pulini olib qochib ketsak-chi? Nima deysiz? Uni aldaymiz demoqchimisan? Baribir suratni bizda deb o'ylayapti-ku. O'zimni aqlligimdan. Ilyos keldi. Sezdirib qo'ymang tag'in. Bor, eshigini och. O, İlyas aka kaltak yebdi-ku. Qo'limdan qoch. Salom yoshlar. Xush keldingiz İlyas aka. Qalaysiz demoqchi edim-u, lekin yuzingizga qarab tasavvur qilyapman. Ko'rinmas falokat desa ham bo'ladi. E'tibor qilmang. Menga shu suratni ko'rsatinglar-chi. Ko'rsatishga ko'rsatamiz, lekin oldin mulla Jiriyni ko'rishimiz kerak. To'g'ri. Juda ham yaxshi o'ylabsizlar, lekin men ham avval suratni ko'rishim kerak. Sizlarga pul kerak, menga esa surat kerak. İlyas aka, o'zingiz yaxshi bilasiz. U bebaho narsa. Lop etib ko'rsatib bo'lmaydi-ku. Oldin pulni bir uchini ko'rsatingchi. Yo'q, agar olishdan voz kechgan bo'lsangiz tortmay aytavering. Yaxshi bilasiz, xaridor ko'p. Qani bolam, suratni olib chiqchi. Qani, bo'l. Havoda pulni hidi kelmayapti. Ishtaham ham ochilmayapti. Taji. Bo'l, rasmni olib chiq. Oldin pulni ko'rsating. Usmon, surat qayerda bolam? Pul qayerda aka? Meni ahmoq qilgan uyalmaysizlarmi? Bobongiz menga soxta surat sotdi. Zo'rg'ularning qo'lidan qutulib qoldim. Asabiylashganidan ovozim mana qarang, mana qarang. Suratni unga sotibdimi? Qanday sotibdi? Nima soxta ekanmi? Soxta bo'lsa qanday sotibdi? Mona Lizani sotibdimi? Mona Lizani kimga sotibdi? Bobom soxta ekanmi? Bobom Mona Lizani sotibdimi? Nimalar deyapsizlar o'zi? Bitta gapiring. Nimalar deyapsizlar o'zi? Surat qayerda? Surat qayerda deyapti senga? Surat qayerda? İlyas aka? Meni nima qilaman? Surat yo'q. Yahu dede, ya bari başka bir hesap ismi söyle. Nasıl bir şey hatırlamazsın dede? Bo'lmag'ur narsalarni gapiryapsan. Men qayerdan bilaman ularni? Bu nimasi endi? Fardi xonim, sen nega kelding? Qanday qilib kelib qolding? Go'zal yuzlaringdan o'zim o'rgilay. Bobo, tinchlikmi? Esingiz og'ib qoldimi? Qand miqdoringiz tushganga o'xshaydi. Fardi emas-ku bu. Bu Fardi-ku, meni xotinim Fardi. Bu yerda nima qilyapti? Ertalabdan beri Mona Lisa desak, buni Fardi deb turib olganni. Nega jahl qilyapsan? Bu ayol meni xotinim Fardi-ku. Fardiginam, jonginam. Nega sen bu suratni olding? Aytsam tushunasizmi? Qanaqasiga xotiningiz bo'larkan axir?
Ha, Farda yanga. Bu yerga kelib aytdiki, Seyf amaking bu suratni kelib olib ketsin dedi. Nega bunday qiladi? Axir men uni har kuni ko'rgani borib turibman-ku. Qayerga? Fardini asablari yaxshi emasdi. Keyin men uni tog'dagi uyimizga olib bordim. Har kuni unga ovqat tashiyman. Bugun ham ovqat olib ketayotgandim, sen bu yerga olib kelding. Meni rosa kutayotgandir. Siz xavotir olmang, Seyfam aka. Sizni shu yergacha ovora qilgan ekanmiz. Tog'dagi uyingizga o'zimiz olib borib qo'yamiz. Bo'lmasa men ovqatimni ham olay. Oling. Qani yuring. O'zimiz sizni olib borib qo'yamiz. Yaxshi o'g'lim, menga yordam berayotganing uchun rahmat. Ya İlyas abi gözünü seveyim niye tek sandalyeye bağladın? Bu ne böyle ya? Ne yapayım oğlum? Bu işin yöntemi böyle. İnsanın evinde sandalye de mi olmaz? Ya abi mutfakta sandalye var deseydin getirirdim. Ya abi kıpırdama Allah'ını seversen ya. Abi bari en altta beni koysaydın ya. Kesin bir tantanayı. Söyleyin bakayım. Nerede tablo? Bak tablo deyip duruyorsun da. Zaten sen bize söylemesen. Dedenin sana sahte tablo sattığından haberimiz bile yok ki. Yani sen bizden daha fazla şey biliyorsun. Ben nereden bileceğim bunun oyun olmadığını? Ya böyle oyun mu olur? İlyas abi o kadar hukukumuz var. Allah aşkına sana yanlış yapar mıyız? Kesin be. Benim alnımda ilahi mi yazıyor? Salak mıyım ben? Kandıracaksınız beni, gidip okutacaksınız tabloyu, sonra altını çekeceksiniz spor arabaları. Yalan mıyım Taci? Bak orası doğru abi yani şimdi. Sonra gelsin güzel güzel kızlar, ince belli, kalın dudaklı, ah gözlü. İstemez misin Osman? İsterim abi. İstersin değil mi? Kim istemez? Gencecik adamsın. Şöyle Kim Kardashian gibi. Kate Upton gibi. Seksi, ahu gözlü, ince belli, dolgu. Elyas abi anlatın durumu Osman abi uyarıyor. Osman abi sen de kendine gel ya. Kardeşini katlediyorsun burada. Madem istersiniz o zaman şöyle gidip okutalım tabloyu. Paraları kılıç alıp herkes rahata ersin, istediğini alsın. Haydi. Ya İlyas abi dede kayıp. Dedeyi bulsak tabloyu da bulacağız. Abi dede bizi de kandırdı seni de kandırmış ya. Surat babamda, babamni topish kerak. Ha, to'g'ri aytyapsiz. Uni topishimiz kerak. Siz qo'limizni yeching, keyin birga qidiramiz. Ilyas aka, bu nima qilganingiz? Qo'limizni yechish o'rniga oyoqlarimizni bog'layapsiz-ku. Aka, bo'lmasa. Bolalar, sizlar ovora bo'lmanglar. Men topdim cholni. Bu yerda nima bo'lyapti? Sen kimsan? O'zing kimsan, ahmoq? Haqiqiy Usmonlicha musht bo'ldi. Yasha o'g'lim. Seyfam aka, ertalabdan beri qancha joyga bordik. Bizni aldayapsizmi deyman? Bu yerga ham o'xshamayapti. O'zingiz aytdingiz-ku, har kuni ovqat olib borib borardim deb. Allohim o'zing sabr ber. O'zingiz aytgandingiz-ku, har kuni ovqat olib boryapman deb. Dedim o'g'lim, qara, ovqat qo'limda, lekin yo'llarni o'zgartirishdi-da. Bolam, bu yo'l qanaqasiga o'zgaradi? Bu har doimgi qishloq yo'li-ku axir. Qishloq ahli mehnatkash-da bolam. Har kun yo'llarni o'zgartirishadi. Ular kuchli-da. Seyfam aka, menga Amerikani qaytadan kashf qildirmang. Men bilan o'yin o'ynamang. Aytdim-ku, senga qalchamisan? Hey! Jahlimni chiqarma. O'zim ham keta olaman, aytib qo'yay. Bo'ldi, hazillashdim. Yaxshilab o'ylab ko'ring-chi, eslashga harakat qiling. Shu yo'ldan ketamiz. Qani yuringlar. Yo xudoyim, bu yoqdan ketamizda boshlagan yo'liga qarang. Mashinaga kirg'izing, olib kelinglar. Sonra bana kızıyor oğlum, ben doğru yolu götürüyorum. Oraya kalktı, buraya gideceğiz. Ya abi mutfakta sandalye var ya. Lan kurtulduk diye sevindim. Bu da bizi Ramazan pidesi gibi bağladı. U menga jahl qilyaptimi? O'sha yerga boramiz. Ay, qimirlama. O'chir ovozingni. Men senga nima degandim, ha?
Nima degandim senga? Qizimga uylanasan, pulni olib kel demaganmidim? Yo, pulni olib kelmoqchi edim. Surat yo'qolib qoldi. Albatta pul topib, qizni olaman, qasam ichaman. O'chir ovozingni. Elmasim, yakonam, o'zim o'rgilay sendan. Qara, qaynatam tushunishni xohlamayapti. O'zing tushuntirsang-chi, suratni topishim bilan va'da beraman. Do'konga borib, bozorlik qilamiz. Senga xohlagan narsangni olib beraman. Dadajon, iltimos bunday qilmang. Marketga boramiz. Undan keyin hamma aytganlaringizni bashok keltiraman. Oldichaman, unday qilmang dadajon, dadajon. Eshaklar makoniga ravona qilaman. Eshak o'g'li eshak. Voy, tushir qurolingni, tez bo'l. Qani? Bu nimasi? Qani tushirsang-chi? Qani? Nima bo'lyapti bu yerda? Qani tushuntiring-chi? Tushuntiradigan ahvolda emasmiz. Bobomizni o'g'irlab ketishdi. Bizga to'g'rilamay, unga to'g'rilasangizchi. Kimga ham kerak? Seni jinni bobong tog'dagi uyga ketgandir u. Qaysi tog'dagi uy? Shu kunlarda tog'dagi uyga serqatnov bo'lib qolgan. Nega ketyapsiz desam, Ferdaga boryapman deydi. Ferdasi nima? Buvimizku ahmoq. Buvim o'lmaganmikin? Hammasini yaxshilab tushuntirsangizchi. Anqaraga kelib ketgandan beri g'alati bo'lib qolgan. Nevaralarim bilan Ferdani olib keldik, nevaralarim bilan Ferdani olib keldik deydigan bo'ldi. Asablari tinchlansin deb tog'dagi uyga olib ketganmish. Eskirdi chiqdi bo'lib qolgani uchun hech narsa demadim. To'g'ri qilibsiz deb qo'ya qoldim. Yigitlar, tog'dagi uyga borishimiz kerak. Seyfi bobo, hali ham esamadingizmi? Hamma narsani chalkashtirib tashladingiz. Hayollarim chalg'ib qoldi, balki qand miqdorimiz tushib ketgandir. Ol, sen ham bitta qand yeya qolgin. Hozir. Yo'q, yemayman. Dam soltirganman. Dam solingan bo'lsa ola qolay. Ol bolam. Yaxshilab o'ylashga harakat qiling. Amma, hali ham yetib kelmadikmi? Hali bor, hayda o'g'lim, hayda. Voy haydovchi bolam, nega boshqa yo'ldan ketyapsan? Men maydonda tushishim kerak edi. Aytgandim-ku axir. Xolajon, yo'llar ta'mirlanayotgan ekan. Shuning uchun bu yo'ldan haydadim. Voy, men tushib qolaman, yuraverib charchab ketdim. Qani tushir. Xo'p bo'ladi, xolajon, xo'p bo'ladi. Faqat birinchi bekatda tashlab keting shuni. Bitta gapni qaytaravermasdan. O'g'lim, shu uy qayerda o'zi? Ko'p gapirmang, o'zi siqilib qoldik o'zi. 2 daqiqagina chidab turinglar, kelib qoldik. Keldik, topdim, ana. O'g'lim, jonni ko'rsatgan joyda to'xtaymiz. Esaganga o'xshaydi. O'g'lim, oynani och. Och tezroq. Taji, yo'lkiralarni terib chiqdingmi? Qanday yo'lkira? Bo'la qol, yo'lkiralarni yig'ib chiqsang-chi axir. O'rtoqlar, o'tirganlarning hammasini uzatganmi? Voy, ovozlaringdan. Men shuni uzatib yuboringlar, maydongacha bir kishi. Aka, maydonga bir kishi 50 liradan bitta odamgami? Ha. Voy, ammay o'rgilsin, haydovchi bo'pti-da. Buni sensa pul teradigan bo'pti. Voy, o'zim aylanay sendan. Hamma o'tirsin. Aka, hamma o'tiribdi-ku shunda ham. Yo'lda nazorat xodimi tursa, haydovchilar shunday deydi-ku. Bu sutni qo'limga kim berdi o'zi? Kim berdi bu sutni meni qo'limga? Bir ola qolay. Voy, jahlini tezligini-chi buni. Baqirishlari ham yarashadi-ya. O'g'lim, bu yerda 3 ta eshik bor. Qaysi biridan kiraman endi? Buni mendan so'rayapsizmi? Menimcha ham ahmoqlik bu. Shunisidan kiramiz. Belgi qo'ygandim, shuni qoqib qo'yganman. Beko, bor sen shu xonani tekshir. Sen bu tomondan qidir. Men shu xonani ko'rib chiqaman. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net +X video portal. Mona Lisa. Oh, Mona Lisa. Nega xotinimga qo'l tekkizding? Nega xotinimga qo'l tekkizding deyapman senga? Bor yo'qol. Hali
Sen meni urdingmi? Hozir men senga. Tezroq mashinani tayyorlanglar, ketamiz. Yordam beringlar. Qani beri kel. Qani? Keting bu yerdan. O'zingizni bosing. Ber uni menga. Qo'yib yuborlaring. Voy dadamga nima qildingiz? Nasibini ol. Shoshmalaring. Kechirasiz mana bu sizga. Senga shu kerakmi? Ha. Qo'y bari. Meniki. Ay, tevalarang. Jonim endi nima qilamiz? Qochamizmi? Nima dedingiz? Siz hali ham o'lmadingizmi? Mana sizga. Qo'y yuboring. Bobojon, mana sen. O'tga qaqat. Voy. Buni shunday qilishi aniq edi. Yuringlar, ketdik, ahmoqlar. Ketdik. Ay Seyfi bobo, nima qilib qo'ydingiz-a? Shundoq asar ketdi-ya, shundoq asar ketdi. Bobo, labay o'g'lim. Siz buni nima qilib qo'ydingiz? O'zi menga tashlanib qoldi. Yana boshimga ursa maylimi, o'ldirib qo'ysa maylimi, nima qilay? Xo'sh. Bobo. Kaltak yeyishingizni xohlamaymiz. Lekin urishga boshqa narsa topa olmadingizmi? Boshqa narsa topa olmadingiz. Bu axir portret-ku, portret $1,000,000 asar. Senga nima ahmoq, rasm meniki bo'lsa, xohlagan ishimni qilaman. Nimaligini ko'rsatib qo'yaymi hozir? Voy, dadajonim, bo'ldi qo'y. Shoshma Taji afandi, asli kaltak yeydigan sensan o'zi. Kimga kerak sizni qizingiz, ha? O'tirib qolgan qizingiz kimga kerak endi? Hech kimga kerak emas. Tushundingizmi? Dada, eshitdingizmi? Meni haqorat qilyapti. Qochiring ovozingizni. Hozir bora olamanmi? Sizdan ham olmay yana. Yo'lda turmang, qoching. Shoshma. Shuni chiqarmasangiz nima qiladi? Kelishib hal qilsak bo'ladi-ku. To'g'rimi aka? To'g'rimi ayting? Asabimga tegmay tur sen ham. To'g'rimi aka? Yo'q, u to'g'ri gapirdi ukam. Ba'zan bema'ni baqiradigan odating bor-da. To'g'risi nega baqirding? Doim shunaqa qilasan. Kimga o'xshagansan o'zi? Bir marta bo'lsa ham tarafimni olmaysizmi aka? Oxirgi kalimangni qaytar. La ilaha illalloh. Telefon chiryapti. Telefon. Ishi zarur bo'lsa-chi, javob bering. To'g'rimi? Javob berish kerak. Hozir. Eshitaman. Vazir yordamchisimi? Qanaqa yordamchi? Ha, ya, vazir yordamchisi. Siz eshitaman, gapiring. Bizni uygami? Kelib nima qilasiz? Rasm bilan boramanmi? Rasmni olib kela olmaymiz. Axir u $1,000,000lik asar bo'lsa, hamma joyga ko'tarib yura olmaymiz-ku axir. Xo'sh, nima bo'pti? Nima bo'pti? Hozir boramiz. Yaxshi qoling. Xo'p, bo'pti. Xo'p. Yana nima deyapti? Vazir yordamchisi biznikiga kelayotganmish. Rasmni qabul qilib olinglar deydi. Tushunmadim. Vazir yordamchisi bilan qanday aloqang bor? Nega uyingizga kelishar ekan? Bilmadik. Tirjayma ahmoq. Hali ham o'ldirish fikrimdan voz kechganim yo'q. Oldin uyga boringlar-chi, nega kelayotgan ekan ular? Men bo'lmasa bora qolay, bo'pti. Aka, buni qanday qilib ko'rsatamiz? Boshqa ilojimiz yo'q. Yo'q ilojimiz. Allah, tam da son kodesiga döndü. O, vazir xonim, xush kelibsiz. Marhamat kelinglar. Bodring tuzlamasi yoqib qolgan shekilli. Marhamat, ichkari kiringlar. Marhamat. Bobom shu yerda. Qani? Seyfi bobo. Vazir keldi, bobo, vazir. Sen o'chir ahmoq.
Sizlar qalaysizlar yoshlar? Qalay bo'lardi? Rasmni orqasidan chop-chop qilib yuribmiz-da. Voy Usmon akam, rasmga hech narsa qilmasin deb ko'rish uchun demoqchi edi. Muldurlik rasm bo'lsa, gap ochilganda aytmoqchi edim. Biz 3 aka-uka o'zaro kelishdik. Bu rasmni sizlarga arzon garovga bermoqchimiz. Tushunmadim. Arzonga deyapmiz. Tushundingiz shekilli. Arzonga, arzon. Tushunolmayapman. Shunday tushuntiraman hozir. Qo'lingizni bering. Men sizga rasmni 500 ga beraman. Bu nima qilganingiz Tahirbey? Savdolashish payg'ambarimizdan qolgan. Bo'pti, mayli, to'g'ringiz. Bo'lmaydi, afandim. Sizni savdoyingiz juda qattiq ekan-ku, rozi bo'la qoling endi. Rasmmi? Vazirimiz juda qattiq savdo qilar ekan. 250 ming. Dovudning haykali bo'ladimi? Undan bir tiyinam ham tushmayman. Dovudning haykalimi? Unga sig'maydi demoqchi. Bo'ldi endi, uy so'ragan pul so'ramaydi. Bo'ldi. Rozi bo'ling. Nimalar deyapsiz o'zi? Tavba qildim. Kelishimizda maqsadimiz sizlarga berilgan rasmning soxtaligini aytish edi va sizlarga haqiqiysini berish edi. Qanaqasiga? Shunaqasiga, sizdagi rasm soxta. Tarixiy asar o'g'rilar tomonidan chegarada almashtirib qo'yilgan ekan. Bundan xabar topgach, rasmning originalini topib sizlarga olib keldik. Voy onasini, talashib tortishgan rasmimiz soxta ekanmi? Rasmga nima qildingiz? Tarixi uzun, keyin aytib beramiz. Baribir haqiqiy emas-ku, to'g'rimi? Yigitlar, bu rasmni qanday saqlaysizlar? Hech narsa bo'lmaydi, kechirsiz qilmaydi. Bo'shlik qilib qo'yibmiz. Biz keta qolaylik bo'lmasa. Bemalol. Marhamat qilinglar. Siz bunaqa ishlarni yaxshi tushunasiz. Biz bu rasmni qanchalarga sotsak bo'ladi? Maslahat bersangiz. Haqiqiy Mona Lisa qo'limizda. Bular ish bo'pti. Lekin siz hammani qanday qilib laqillatdingiz? Bizga shuni ayting, ha? Ilyosga sotgan rasmni qayerda oldingiz? Fardim, yana uyingga keldingmi? Fardini qanday aloqasi bor, bobo? Bo'ldi qilib, bobom baribir esolmaydi-ku. Eslayman, hammasini bilaman. O'sha to'yda Ilyos yonimga kelib, menga rasm haqida gapirgandi. Shunga qaraganda sizga katta meros qolibdi. Sizda noyob rasm bor emish. Bor, 15 ga beraman. Zo'rku. O'shanda gapini tushunmagandim. Vazirlikdan uyga qaytayotganda, mashinaning ichida pichir-pichir qilib kelayotganingizda o'zimni uxlaganga solib yotgandim. Gaplaringizni hammasini eshitgandim. O'shanda tushungandim Ilyosni ayyorlik qilganini. Men ham qarab o'tirmadim. Ilyos meni laqillatmoqchi bo'lsa, men ham uni ahmoq qilaman dedim-da. Keyin aniq 15 bormi? Ha, aniq 15 bor. Yaxshi. Buni hech kimga aytma, o'rtamizda qolsin. Bo'pti, aytmayman. Bo'pti, ishqol. Sog' bo'ling. Boplabmanmi? Shunaqa o'tkazib qo'ydim. Ha, boplabsiz bobo, halol bo'lsin. Halol bo'lsin bobo, hammamizni bopladingiz. Bo'lmasa, arzima kasallik ham yolg'onmidi, bobo? Bobo, arzima deyapman, yolg'onmidi? Arzima kim? Espas bo'lgandan keyin shunaqa kirdi chiqdi bo'lib qolar ekan. Ayshi gulim, sen meni bolamsan-ku. Sizlar kimsizlar? Ha? Bu yerda nima qilyapsizlar? Yo'qolinglar. Yana boshlandimi? Yana boshlandi. Qoshlaring. Ketinglar bu yerdan. Yana boshlandi. Qochdik. Ikki haftadan so'ng. Aka, sizmisiz? Ha, menman. Orqangizdan hech kim kuzatmaganiga ishonchingiz komilmi? Kuzatmadi, o'tir mashinaga. Menga akalik qilib, yaxshilik qilganingiz uchun katta rahmat. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Bo'lmadiganing, sen xohlamagan ishlarga biz majburlamadik. Sen akang bo'lsak,
Nimalar deyapsan? Biz senga yaxshiliklarni tilaymiz. Qaysarliklaringni ham yaxshi ko'ramiz. Rahmat aka. Tushunmadim. Men nega bunday kiyindim? Muzey tomoshasiga ketyapmiz-ku. U yerda kazo odamlar bo'ladi. Kiyinmay u yerga shipakda bormaysan-ku. Yaxshi kiyinaylik dedik-da. Yaxshi, qani ketdik. Ey, menga qaranglar. Shu rasmni sotsak, 1 tonna pulimiz bo'ladi. Aka, menga mashina ham olib berasizlarmi? Ha? Eng chiroylisidan, lyuksidan olib beramiz. Muzey zali qayerda o'zi? Nega ko'rinmayapti? Shu yo'ldan o'ngga qaylamiz. Akalarim, sizlarga katta rahmat. Meni shu Elmasga uylantirmaganingiz uchun. Bu yaxshiligingizni hech ham unutmayman. Muah. Unutma, baxtli bo'l ukam. Rahmat aka. Shu rasm qancha ketar ekan? $15 million. Voy-vo! Hali ham kelmadikmi? Keldik ukam. Nega qorong'i? To'y-ku bu. Xudo jazoinglarni bersin. Dovulchi, chal. Bizni suratga olishyapti. Kulibdir. Nasıl yani? Nasıl yani? 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Bizim Seyfi'de de Da Vinci'nin torunu mu? Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Bizim Seyfi'de de 7. kuşaktan Da Vinci'nin bir torunu mu? Basın dahi. Her yerde bu haber var oğlum, zengin olduk bulduk yolumuzu. O zaman kaldır kolları da dans